Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, hurmatli do'stlar. Xabarlaring bor, Saturn nomi bilan tanilgan yigit hozirda Piterda bo'lib turibdi va birinchi kunida borishi bilanoq Piterliklar uni urib ketganmish va u qanaqadir klinikaga yotgan, xullas va hokazo shunga o'xshagan gap so'zlar tarqalib bordi. Bu videolarni kuzatib, men klinika reklamasi deb o'yladim, yo bo'lmasam bu narsani qora PR deb o'yladim. Endi buni videodan so'ng xalqimiz, millatimiz o'zi tushunib oladi degan umiddaman. Rostdan ham uni urib ketishdimi yoki yo'qmi, men to'g'risi tushunmadim. Men bilim Piterda ham shunaqa kutib oladi, buni qaranglar-da. Endi bor-ku, bu yaxshi emas-da. Buni mehmonni shunaqa kutib oladi. Nimadan chiqdi o'zi urish? O'zini yarim jon kutib eladim bo'ldi. Endi biling, siz ertaga bo'yingiz bu qanaqa? Buni qarang-da. Eng qizig'i ikki kishi bo'lib yopishgan. Voy biling. Qarochku, hozir topamiz. O'zingizlardan ko'ringlar. Men boshqa ishdima demayman. Billahi shunaqa qiladi mehmonni ham-da. Kim u, dushmanmisizlar siz? Nima bu? Men tushunmay qoldim, men o'zi biling. Shuncha ketmang-da o'zingiz qayerlargadir biling. Bittasi o'ldimi bilmayman, nima bo'lsa bo'ldi. Endi bu yoqda nima? Voy biling. Klinikaga olib keldik mana endi. Saturn hammasi yaxshi bo'ladi, xavotirga o'rin yo'q. Qo'ldan kelgancha hammasini qilamiz. Hozir oyoqqa turib ketasiz. O'ylamang, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Boshladik operatsiyani. Assalomu alaykum butun planeta. Xullas, menda hammasi yaxshi. Endi sal ko'ngilsizlik bo'ldi. Sal ko'chada tortishuv bo'lib qoldi. Yonboshdan kelib urib qoldi, bittasi tikkadan, mayli 2-3 kishi bo'lib yopishadimi? Bizga farqi yo'q. Alloh qo'llab turgan bandasi qo'llolmaydi o'sha gap. Hozir menda hammasi yaxshi. Bittasi topilgan, bittasi qidirilyapti. Kerak bo'lsa 2ga 1 solishaman. Men mujikman, hech qachon qaytmaganman. Gapimga javob berganman, bundan keyin ham bo'ladi. Lekin yonboshdan kelib urib qolish erkak ish emas. To'ppa-to'g'ri. Mujikliklarni saqlab qolinglar. Mard erkak doimo tikka bo'ladi va bu davom etadi. Hali gaplashamiz. Hali hech narsa tugagani yo'q. Sevdingiz bunaqa bo'lgan payti? Bilmadim aka. Endi ikki kishi ham yopishadimi? Bu biling bu nima degan gap bu? Piterga kelib bunaqa qoldi. Endi mehmonni ham shunaqa qilib biling. Давай, operatsiya tayyorlaylik. O'zi normalmi bu? Normal. Saturn yaxshimisiz o'zingiz? Men ketdim, men bunlar shug'ullanaman borib. Davay, sizlar sherdasizlar-da? Bo'ldi. Qaysi? Qarangda, juda ko'pchilik menga yozdi. Qaysinga tish qo'yinglar dedi. Piterdagi eng zo'r stomatologda olib keldim. Endi siz oldingizga. Qaysinda tilo tish bordi. Davay siznikin чистый brilliant qo'yamiz. Mana buni Moskva qarab. Yo'q, real aytyapman. Чистый brilliant qo'yamiz. Nima deysiz? O'zingiz nima deysiz? O'zingiz so'raylik davomli. Yo'q, buni qilaylik, qarang. Mana shu post 100 mingta like yig'sa, sizga brilliant qo'yamiz. Nima deysiz? Yo'q aka, bir ham tish kerak emas aka. Mana shu narsa o'zimga yoqadi, navbat interesdan. Yo'q, yana bitta narsa bor. O'tishni qo'yib bersam, xohlasangiz yechib olsangiz ham bo'ladi. Kerakli joyga yechasiz, kerakli joyga qo'yasiz. Nastoyashi brilliant bo'ladi. Anladi aka. Bo'lmay yurgani yaxshi aka. O'zimga shu narsa yoqadi, chunki o'zim ham qo'ydirmayapman. Albatta ot tashagan tishim qo'ysam, ot tashamasdim agar boshida. Ot tashadimmi, qo'ymayman o'shancha tishimga. Qarosh Taysonga o'zingizlar maslahat beringlar. Brilliant tish yo tillo tish yo shunday qolsinmi? Saturn brat, Saturn. Brat, assalomu alaykum. Voy, kuchayib ketibdilar brat. Assalomu alaykum. Aka qarang, Ukum Tespayni reklama qilgandingiz, o'sha haqida bir batafsil tushuntirib bersangiz-da. Tespay ilovasi haqida albatta tushuntiraman. Assalomu alaykum Rossiyadagi musofirlar, do'stlar. Rossiyada sim karta muammosi, bankomat muammosi, naqd pul muammosi juda ham avjga oldi. Do'stlar, buning uchun endi bizga uydagi O'zbekistondagi muammolarni hal qilish uchun nima kerak? Tespay ilovasi kerak. Shunchaki karta kiritasizlar, bo'ldi. Uydagi muammolar hal. Xotin javramaydi, shunchaki og'zini yopasiz. Svet, gaz, musor, tut, paynet, hammasi hal. Jonlaring hal bo'lsin. Faqat Tespay. Men o'zim ishlatib, uyga pul tashlayapman shu yoqdan. Eng qulay, eng zo'ri kurs baland, komissiya kam. Kurs baland, komissiya kam. Aytganda qilgan. Meni javratma, men ketdim. Ishlarim ko'p. Rol qani?
oldida ekan ko'rdim. Tushundilaringizmi? Tez pay. Assalomu alaykum do'stlar, hammaga do'stlar, bugun bilasizlar, bir ozroqdan ko'ngilsiz narsalar bo'ldi akalar, to'g'risi. Saturnda mana shu urgan bolalarni bitta orqasidan urgan. To'g'risi, hozir o'shalarga ketyapmiz. Shuni men nima demoqchiman do'stlar? Hozir borib peshonasini ikkiga bo'laman. Peshonasini o'rtasidan darcha ochib qo'yaman hozir. To'g'risi mana kameralarga tushgan ekan, rasmlari, basharalari, videolarda ko'rdingizlarni. Hozir mana yo'lga chiqib, inshaalloh bu narsani bostiramiz. Topdik ikkovini ham, o'zi bundayroq bolalar ekan. Ikkovim to'g'risi. Hozir bu yerda qonga o'xshayapti, lekin yaxshiroq e'tibor berilsa, bu rangga ham o'xshayapti, chizib qo'yilganga ham o'xshayapti. Keyin undan tashqari futbolkasiga ham har xil qon tekkanga o'xshaydi-yu, lekin xuddiki qo'lda bir qizil rangni olib chizganga o'xshaydi. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham agar haqiqatdan ham bemorligi bo'lsa, Alloh shifo bersin. Lekin bu narsa klinika reklamasi bo'lsa, albatta bu mo'maygina daromad hisoblanadi. Xullas kalom, nima bo'lgan taqdirda ham yurtdoshlar, millatdoshlar, musofirdagi do'stlarimizga sihat salomatlik tilab qolamiz.